Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyg'ur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, o'mlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish o'mlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga chaqalaydi. Hurlik yashasin. Shoir nechun she'r yozadi? Shoir she'r yozadi. Yazmay turib azadi. Piğallarını tökməkçi bulub, yürəkdən köçməkçi bulub, hərb bilən tuyg'usini sökməkçi bulub, dərdlərini qazıdı. Şair, şiir yazıdı. Reallıqның burcakladın xiyal çölüge qaçıdı. Qaçalmağaç biquvul qaləm bilən açıdı. Öksüb turğan qap-qaranğı oyun həm çalıdı g'ariblikning kuyini. Şair Dəptirini hər yapıdı, yalğızlıq yana onu tapıdı. Mungdu shaydab, onun dostunu izlab berib, gap başlapla o sorundan yüzünü erib, qurg'oqlashgan suhbatlarning ishkini yapıdı. Yalğızlıq guya, ona mühür basqan pichoq bo'lib hayotining g'ilibiga sapıdı. Şair, o bir cho'l, şiir itsi qanadı. O bir yeşil köl, özünün suyu özüge yanadı. Özgüler üçün yazdım şiirde, özü üçün yazgınıdım tanıdı. Her kim onu mükemmel degeç, kem tüklüki özüge büyük görüngeç, şiiri bilen özü arasında özü çanıdı. Ah bu tuygun, şair biladu, şair biladu, şair. O külüdü bir boğaqның uyqusuga bulup məftun. O ölüdü adizlarga, g'eriblarga o'qib afsun. Qurut yegan jigdi onu jig'ilta alaydı. Şebnem ölgen ümitlerini bıxlata alaydı. Şiir ana ana şundaq her narsa bu kelsun, ketsun. Menden yana so'ra vermegin. Şair niçin şiir yazıdı? Şiirni o emas, qalam bilan alam yazadi. İtiraf qilmaslikning ikkinchi yuzi. Abduri Abduvali Ayub. İtiraf qilmaslik va rad qilishdagi qadiyliklar meni vatandek chog'larda izchil suyuntirib kelgan musulmonlikning yoq, ya'ni la bilan boshlanganligini targ'ib qilib, Uyg'urlikning pallasini Xitoy bo'lishini rad qiladigan yoqqa bog'lab tushuntirib kelgan edi. Vatanda Qashqardan Urumchiga, Aqsudan Xotangacha berib so'zlagan leksiyamda yoqda chin tug'anlarga sabdash bo'ldim. Vatanda Xitoyning tilini, ma'arifini, to'y xatini, nikoh qonunini itiraf qilmaydiganlarni do'st tutdim. Ular mening faxrim edi. Ulardagi kaskinlik meni so'yindiradi. Xitoyning hech narsani itiraf qilmaslik
manga etiqaddagi saflıq, haqiqiylik, qat'iylik bo'lib tuyuladi. Uyg'urning qat'iyligi, murassasizligi Xitoyning nazarida oshqulluq deyilsa, oshqulluqlardan huzurlandim, faxrlandim. Vatandagi Xitoyning hamma narsani rad qilish, Xitoycha hech nimani e'tirof qilmaslikda qat'iylikning muhojiratda davom qilishidan dastlabda faxrlandim. Ammo Turkiyada yashash jarayonida e'tiqoddagi bu qat'iylikni ta'kidlashning, ching turishning va davom qilishning bir muncha qusurlari ko'rinishga boshladi. İstanbulda fanniy maktabni rad qiladigan diniy madrasalar ko'paydi. Kishilarda to'yxida ommayla qilinayotgan nikohlar avj oldi. Nikohliq juftlardan tug'ilgan bolalarning ota-onasida to'yxid bo'lmaslik sababli nopsiz qilishi, nopus bo'lmag'achqa vaksina amlaksiz, vaksina daftari nopus yo'q bo'lg'ach maktabsiz qilishi zanjirsamon masalalarni paydo qildi. Vatanda bankidan qarz olmaslik, pul qo'ymaslik, to'yxata olmaslik, ko'p nikohliq bo'lishini Xitoyni e'tirof qilmaslikning e'tiqoddagi qat'iylikning namoyandasi deb bilatdim. Bu meni suyuntiradi. Ammo chet elda undaq ish qilishlar kishilarni ziyonga uchratdi. Bo'libmi ko'p ayollik bo'lishning, to'yxatsiz nikohliq yashashning kafolatsizligi bilinib qoldi. Yevropaga kelgan Turkiyadan faqat birla ayolani va uningdan tug'ilgan bolalarni oila jamlash turi bo'yicha keltiradi. Qolganlar e'tirofsiz qoldi. İstanbul'daki Uyg'ur nikohliq juftini tashlab Yevropaga yo'l olganda cho'kallar bechora holda o'ldirdi qoldi. To'yxida bo'lmag'achqa ayolmi o'zining ayollik ekanligini isbotlayolmadi. Muhojiratda e'tirof qilmaslikning ziyini ko'rilgan sari pushmon qilishga boshladim. Ma'lum bir musulmon davlatida bir Uyg'ur tutqun bo'lib, Xitoyga qaytirish xavfida qoldi. Uning ayoli erini yeniga elib kelish uchun qilmagan sababi bo'lmagan yeri qolmadi. Ammo ish rivoj topmadi. Sababi nikoh bor, rasmiy to'yxat yo'q edi. Bu sarang dunyo rasmiyat bilan, tamg'i bilan, tartib bilan mangadi. Mening Xitoyni e'tirof qilmasligim, erkinligim bo'lgan bilan shu Xitoyning qizil daftari bo'lmasa, mening kimligimni, kimning nimasi ekanligimni hech yer e'tirof qilmaydi. Vadarix. Burun e'tirof qilmaslikni tashabbus qilib, Xitoy oshqulluq deganning hammani ching turib qilib, rad qilishning qimmatini vatanda ta'kidlab, endi muhojiratda yenib olamizmi? Qanday qilamiz? Pushmonga qachi yo'q edi. Xitoyning zulmiga qarshi faoliyatlarga ishtirok qilgancha mendagi e'tirof qilmaslikning qusuri texmi bilinishga boshladi. Mening Sharqiy Turkiston degan mustaqil davlat degan ideyam, shuarim bor edi. Ammo bo'layotgan zulmni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida shuarim bilan uqtiranmaydim. Shu zulmni jakolaydigan, ayıplaydigan sahnaga chiqish uchun sahna qurg'onlar tuzgan tartibni e'tirof qilmasam, shu bo'yicha mangmasam bo'lmaydi. Shu sahnaga chiqish uchun Sharqiy Turkiston Xinjiang bo'lib qoladi. Men Xitoyni e'tirof qilmagan bilan dunyo meni emas Xitoyni e'tirof qilyapti. Men o'zimni Sharqiy Turkistonning da'vogari, davlat qurg'uvchisi degan bilan dunyo meni Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsanchiligidan shikoyat qilguvchi bir ommaviy tashkilotning rahbari deb e'tirof qiladi. Ba'zida Xitoyni e'tirof qilmay, bugungi demokratik tartiblarni rad qilib mangsimi bo'ladigandek tuyg'umi meni allaylaydi. Xalqarada ba'zi gaplardan umidlandim. Amerika Markaziy axborot idorasidan pensiyaga chiqib, bekor qilgan biri chiqib, Uyg'urlar 20 million, ulardan 20 ming askar Suriyada tayyor. Biz ularni Xitoyga qarshi hozirlashimiz kerak deb tashladi. Hayajonlanib bu gapni taqib ketdim. Kunlar o'tib, yillar o'tib u gap unutildi. Davomi chiqmaydi. Surishti qilsam, shuni degan kishining hech bir ta'siri yo'q. O'zi kuchidan qolgan, so'zi nopozni yo'qotgan bir bo'lib chiqadi. Yana bir kuni bir seriqchashlik parlament a'zosi chiqib, Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lishi kerak, Xitoyni parchalashimiz kerak deb suhbat bayon qiladi.
xuddi ati mustaqil bo'ldigandek hayajonda surishtiq qilish boshlaydim. Tekshirsam, u kishimi parlamentda yolg'iz harakat qiladigan, cho'ldirab turadigan o'rindiqida doim amalga oshmas takliflarni, oshqin shuarlarni tovlab qo'yib, o'zining ishi bilan mashg'ul bo'ladigan majroparast bo'lib chiqadi. Menimi ba'zan Uyg'urning bugungi realligini e'tirof qilmay, kishilik huquq shikoyatlarini to'xtatib, Tibetdek armiya qurg'um, hukumat tikligim kelib qoladi. Ammo Tibetdek Hindistonga tava bo'lsa-mu, o'z ilmning chegarasiga joylashgan Darussalamdek bir yerim yo'q edi. Ilimdan qo'mirib elib chiqib ketgan bankam, boshlab chiqib ketgan hukumat a'zolarim va hayot yashayotgan davlat rahbarim yo'q edi. Muhojiratda menga taalluq yerim emas, o'zimga tava bir yezammi yo'q edi. Chiroyini echib mana men deb guvohlikqa chiqadigan odamning soni mingga yetmaydigan odamlardan vatan uchun oshkora askar bo'lganlarni tepish tasdiq qiladi. Atrofimga qarsam, dunyoning, Xitoyning va Uyg'urning real ahvolini rad qilib, ko'z oldimizda bo'layotgan davoni e'tirof qilmaydigan shaxslar uchrab qoladi. Ularga qarab ba'zan Mahmud Po'chi tirilib qolgandek his qilib qoladim. U sirtdan kelgan xo'ja avlodi bo'lib, ili sultonligini e'tirof qilmaydi. Uning Uyg'ur avomga, davlatga va islomga o'zila vakil bo'lg'isi, hammani buzib yangidan qurg'usi bor edi. U G'oljida yog'ochdan top, zambarak yasab, bir suf bilan barliq dushmanning kulini ko'k so'rayman degan edi. Bu degan xitoycha so'z, ya'ni po degan xitoycha so'z bo'lib, ma'nosi top deganlik bo'ladi. Mahmud Po'chi degan shuningdan qolgan. Bugungi Mahmud Po'chilarmi o'xshash. Ularmi mavjud natijalarni e'tirof qilmaydi. Uyg'ur rahbarlaridan biri agar Sharqiy Turkistonni mustaqil qila oladigan biri chiqsa, men putini yuyishga tayyor degan edi. Bu chaqda bir tirik Mahmud Po'chi darhol ekranga chiqib, "Mana men put yuydirishga tayyor" deb jakolab chavak oladi. Lapchi xiyolida putini yuyayotgan bechora Uyg'urning qiyofatini tasavvur qilib, huzur suratdi. U xuddi bir Uyg'ur rahbariga put yug'izishni butun Uyg'urlarga put yug'izishdek shakib rahatlanadi. İnkarchilarning, karomatchilarning po'siga, xiyoliga chavak chalganlarmi tarixdami bo'lgan? Mahmud Po'chi avval menga agishinglar, qo'l beringlar, murid bo'linglar, qiyomatda sizlarni jannat kirgizman degan va Uyg'urning yerimini murid qilib o'tgan edi. U butun eli tavasini dushmandan qutqizgan A'loxon sultonni davlatga, islomga vakil bo'lmaydi deb chaqalagan. Natijada Mahmud Po'chiga qo'l berganlar bilan qo'l bermaganlar sen haqiqiy musulmon emas, men haqiqiy musulmon deb ichki jidaldan chang chiqargan. Mahmud Po'chi kishilarga davlat va jannat va'da qilib, yog'ochdan top yasab mag'lub bo'ldi. Beg'ubar jonlarga zamin bo'ldi. Oningdan jannat tamoq qilgan kishilar o'z elidan mahrum bo'lib surgun bo'ldi, g'erib bo'ldi, sarson bo'ldi, vayron bo'ldi. Xitoyni e'tirof qilmaslik hilimi meni faxrlantirdi. Ammo mundaq e'tirof qilmaslikning munosabatsiz sohalarga qarab ziyoda kengayib ketishi, hatto mundaq rad qilishning hammani inkor qiladigan fikr inqilobiga aylanib ketishi bag'ancha xatarlik tus elayotgandek qiladi. Shunga muhojiratda dunyoda tuzilgan turli qoida, tuzum, qonunlarni e'tirof qilmaslik endi meni burung'idek g'ururlantirmaydigan bo'lib qoldi. Bo'libmi, e'tirof qilmaslik to'lqinining Uyg'urning tarixini, kimligini, bugungi tashkilotlarni, navbatdagi Xitoyga qarshi kurashda qo'lga keltirgan natijalarini inkor qilishga yuzlanishi meni bearam qilgan bo'lib ketdi. Chunki Uyg'urning real ahvolini, Xitoyning iqtisodiy kuchini, xalqaro qoida, qonun va tartiblarni e'tirof qilmaslik muhojiratda qilinayotgan da'voda diqqatni chachidi, kishilarni gangirtidi, Xitoyga qarshi safni pochilib o'tdi. Dunyodagi qoida tuzumlarni e'tirof qilmaslik shaxslarni qiyinchilikqa, millatni xiyolparastlikka elib borsa, Uyg'urning kimligini, tarixini va bugungi tirishchanligini inkor qilish bizni umitsizlikka, passivlikka, beparvolikka va chechlang'ulikka so'raydi.
bundaq bo'lishdan hammamiz xoli bo'lishimiz kerak, sagak bo'lishimiz kerak azizlar. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.